Kanalga chiqarishimizdan oldin 5 ta edi, ikkitasi qoldi. Juda ham arzon, 2 xonani puliga. Stroshniga sotishyapti. Uy egalariga pul kerak. 1.8 ga tushgan 5 xona burchatkalari qilingan, zilonli zonamiz chiroyligini bitta mashina tushadi. Alohida ko'chamizga sanuzelimiz, ichkarida ikkita sanuzelimiz bor. Ikkita panorama oyna, hovliga qaragan 5 xona razdelni qilib qo'yishgan. Mana bu yerda birinchi xonamiz. Birinchi xonada tashqari remont xaridi chiroyliligini. Mana bu yerda duogo'ylarimizga sanuzellik ichida alohida spalni. Kichkinagina orqa hovlichasi ham bor. Oshxona qismimiz kotellar o'rnatilgan. Lompaslar ko'mib qo'yilgan. Suvdan problema yo'q, gazdan problema yo'q, hamma narsasi joyida. Mana buni aytganimdek, ikkinchi sanuzeli. Bu xonamiz detskiy xonamiz. Общий 5 ta xona bo'ldi. Narxi qaraydi, bekorga aytmayapman. 2 xonani puliga deb. $66,000 bo'ldi. Srochniy sotyaptilar. Uspet qilib qolinglar, hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, uyli bo'ling.